Hammaga xayrli kech. Bugun 23-yanvar -11. Bitta ikkita obunachilarim ish haqida yozgan ekan. Shunga videoda yozib bormoqchi edim. Ish yo'q emas, bor. Bitta ikkita firmalar ham bor. Ishga даже xalturaga ham oladiganlar. Faqat dokument bo'lsagina, dokumentingiz, patentingiz, cheklari, keyin medknижка bo'lsagina oladi. Официально kartaga tashlab beradi. Bir tanishimiz Mochga borib, poslomoykada ishlagan. Endi qayerga borib ishladi bilmadim. Adashmasam mehmonxonaga borib ishladi. Azimut degan mehmonxonaga. Lekin firma to'lamaydi emas, to'laydi. Prosta u firma boshqa firmalarga qaraganda sal kamroq, arzonroq to'lar ekan. Stavkasi past. Telegram gruppa yarataman. Shunga agar xohlovchilar bo'lsa tashlab beraman. Oldindan aytyapman. Qaytadir 350 dan to'lasa, bu firma 300 dan to'lashadi. Shunga kimgadir agar farqi yo'q bo'lsa, ish bo'lsa, bu ishlaymiz desa, пожалуйста. Bitta ikkitasi yozib yoribdi. Vlog olishni bilmasang olma deb. Bu narsani to'g'risini aytsam, bitta hozir sabab uchun qilyapman. 1-2 yilda to'g'risi men ham ketmoqchiman. Rossiyaga постоянно qolib kimni ishlagisi keladi. Yildan yilga qonun qoidalari o'zgartirib yotgan bo'lsa, yildan yilga bizlarga qarshi har xilcha qiyinchiliklari yaratib yotgan bo'lsa, kimdir qaysidir jinni chiqib birovni pichoqlasa, birovni bolasini, kimdir chiqib achchiq ustida urib o'ldirsa, mana qaysidir oblastda bir o'zbekni militsiya urib o'ldirib qo'yibdi. Tavba qildim. Yildan yilga qiyin bo'lavergandan keyin kim kelib ishlagisi keladi. Bir umr menimcha hech kim niyat qilmasa kerak, bir umr har yilda kelib ishlashi. Menimcha hammaning o'ziga yarasha niyati bor. Shunga zaruriyat bo'lganidan endi kelamiz hammamiz ham. Qiladigan ishni qilib, kerakli pulni ishlab tezroq ketish kerak. Birinchi yili kelasiz, ishingiz o'xshashi mumkin. Ikkinchi yili kelasiz, ishingiz o'xshashi mumkin. 3-yili, 4-yili har safar ham 5x5 bo'lavermaydi. Shunga men ham misolaga magazin ochish niyatim bor. Shunga YouTube kanalini ochganman. Xudo xohlasa kanalni to'g'risi noldan boshladim. Hech bir pul sarflamay kanalni ko'tarmoqchiman. Agar shunaqa xohlovchilar bo'lsa, menga obuna bo'lib qo'yaveringlar. Kimdir aytadi, qanaqadir video uroklar bor, mana shuncha to'lasangiz, mana bunaqa qilamiz, shunda birdaniga ko'tarilasiz. Bu hammasi quruq gap, to'g'risi. Men hech bir narsaga prosta tak pul berganingiz bilan kanalingizga 100 mingta даже obunachi qo'shib qo'ygani bilan, agar o'zingizda ishonch bo'lmasa, o'zingizda xohish bo'lmasa, o'zingizda ideya bo'lmasa, hech qachon
bunaqa birdaniga kelib ko'tarilib ketolmaysiz. Bu narsa noldan boshlanadi. Sekin sekin o'sha o'zingiz qilib borgan darajagacha sekin sekin o'zingiz ko'tarilib boraverasiz. Asosiysi tushkunlikka tushmay, kim nima deyishiga qaramay qilish kerak. O'sha qilayotgan narsangizga mehr berib harakat qilsangiz hammasi bo'ladi. Musulmonchilik asta sekinlik bilan deyishadi. Shunga qilgan ishingiz albatta bir kuni samarasini beradi. Yani nima demoqchi edim? Kanalimga obuna bo'lib qo'yinglar. Meni kuzatishda davom etinglar. Hamma o'zini asrasin. Birinchi navbatda sog'liqni joyiga qo'yinglar, qolgan narsa bo'ladi. Hammaga xayrli kech.